Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim, hurmatli yurtdoshlarim. Barchangizga xayrli kun tilayman azizlarim. Bugun yana sizlarga eng kerakli, chiroyli maslahatlarim bilan efirdaman. Bugungi efirim azizlarim, diqqat bilan eshitib turing. Bu klimaks yoshidagi insonlar uchun, ayniqsa ayolmi, erkakmi, 40 yoshdan oshgan barcha erkak ayollar uchun buni bilishi shart. Chunki mana shu klimaks davriga o'tgandan keyin, ayniqsa o'sha klimaks davri deganim qon quyuqlashib, qon quyuqlash nima natijasida nima chiqyapti, mana shu infarkt, insult kasalliklari juda ham ko'payib ketdi. Mana yoshlarimizni ham ko'p uchrayapti. Ham mana shu davleniya hammasi mana shu qoningiz quyuqlashgani sababidan chiqadi. Qon quyuqlashdimi, u davleniyangiz ko'taradi. Yurakka yaxshi qon aylanmagandan keyin insult, infarkt kasalliklariga duchor bo'lib, xudo ko'rsatmasin, erta o'limlar ko'payib ketdi. Azizlarim, mana hozir ham shu chiqishim kerak bo'lib turgan vaqtimda shuni sizlarga aytib ketay dedim. Judayam mana bir 2 kun oldin mana shunaqa bir yurak bilan bog'liq bo'lgan qon quyuqlashib, shu birdan davleniyasi ko'tarilib, bir onamiz o'tib qoldilar. Alloh rahmat qilsin. Mana shunaqa vaziyatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Yoshlarimiz ham ko'p bo'lyapti. Men bugungi efirimda barcha nimalarga o'sha davleniyasi bo'lsa ham, bo'lmasa ham klimaks yoshidagilar hammaga shuni tavsiya qilaman. Hurmatli yurtdoshlar, bitta narsani unutmang. Masalan, eng arzoni, masalan, har kuni men dori ichishi esimdan chiqib ketadi, har kuni icholmayman desangiz, o'sha qoningizni hamma vaqt bir xil suyuqlikda ushlab turishi uchun sizga aspirinni tavsiya qilaman. Bu mana qo'limda turibdi. Menda 2 donagina bor ekan. O'zimizni Rossiya davrida chiqadigan aspirin. Bu aspirinni taqiqlab qo'yganda, buni bilasizmi, men shu o'rganishlarim natijasida buni doktor Ishchanov ham aytib o'tdilar. Ularni ham kuzatdim va chet el kardiologlarini ham nimasini eshitib chiqdim. Hammasini jamlangan holda ular aytayaptiki, mana shu trombopolmi, nima deydi, shu nima qon suyultirish uchun sizga qanaqa nima aytsa ham hammasini tarkibida shu aspirin tabletkasi nimasi bor ekan. Endi bizga aspirinni taqiqlagandan keyin buni o'rniga har xil nimalar chiqib ketdida, o'sha siz ichib yuring har kuni deyilgan. Endi buni aytayaptiki, agar siz har kuni dori ichishga qiynalsangiz yoki esimdan chiqib ketadi desangiz, mana shu aspirin tabletkasidan bir donasini 4 ga bo'lasiz. Bitta donasini 4 ga bo'lasiz. Bu bitta donasi 4 bo'lak bo'lgandan keyin bitta kichkina bo'lakchasini tilingizni tagiga tashlaysiz. Bir haftada bir marta deyapti. Bir haftada bir marta til tagiga tashlaysiz. Keyingi haftaga yana bittasini tashlaysiz. Endi bir dona tabletkangiz sizga bir oyga yetadi. Bir dona tabletkangiz bu nima qilar ekan? Bizni o'sha qonimizdagi nimalarni bir-biriga nima qilib qolmas ekan, quyilishini oldini olar ekan. Qonlar bir-biriga nima qilib qolmas ekan, yopishmas ekan. Shu qon aylanishimizni yaxshi qilib turar ekan. Agar siz yo'q, men aspirin ichmayman desangiz, men o'zim trombopol ichyapman. Trombopolni qoldirmasdan shu kardiologlarimiz aytayaptiki, har kuni ichish kerak ekan. Mana shuni agar siz qilib yursangiz, xudo xolasa shu erta o'limlarni oldini olamiz. Infarkt, insult degan nimalarga duchor bo'lishdan Alloh asrasin. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlarim, bu masalan trombopol ichaman desangiz ham, mana shu 10 kunlik trombopolingiz 5000 so'm turyapti. Bir oyda bu 30 kunga bo'ladigan bo'lsak 15000 so'mga tushyapti. Agar aspirin ichaman desangiz, bir oyga bir dona aspiringa to'g'ri kelyapti. Qaysini bo'lsa ham ichinglar va keyin bitta men hijomani aytganman. Hozir juda ham mana shu hijomani vaqti deganim mana shu salqinlikda qildirgan yaxshiroq, yozdan ko'ra. Yozda qon suyuq bo'ladi. Shuning uchun bu hijoma bizga payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sunnat ekanlar. Shuning uchun har bir inson qilsa juda ham yaxshi bo'ladi. Tanamiz tozalanadi, avval aytib o'tganman, va yengillik beradi bizga. Endi azizlarim, kelinglar mana shu nimadan foydalanib
sizlarga kuyish jarayonida nima qilish kerak, birinchi yordam uchun deb bir kechagi oxirgi efirimda aytib o'tgandim. Masalan, hozir mana qish vaqtida ayniqsa hech kimda bo'lmasin, lekin bolalarimiz, yosh bolalar choynak tortib olishi mumkin bilmasdan, yoki pech yoqadiganlar qo'lini bilan ushlab olishi mumkin pechlarni, yoki boshqa shunaqa bir narsa tomib ketishi mumkin, qaynagan suvmi yog'mi. Shunaqa paytda birinchi nima, birinchisi ham oxirgisi ham boshqa dori bor ishlatmaysiz. Bu nima, peshob, ya'ni insonni siydik, o'zimizni nimada aytadigan bo'lsak, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bu siydik. Chunki mana men o'zimni boshimdan o'tgan bir paytlar judayam ancha bo'lib ketdi. 2 marta shunaqa bo'lgan. Qish vaqti edi, biz pechka yoqqanmiz. Pechkani yoqqan vaqtimizda pechka usti ochiq bo'lardi, ustiga skоворodkani qo'yib nima pishirganman, pirojki pishirganman. Pirojki pishirgandan keyin uni endi yog'da olish kerak. Yog'da olish uchun shu nima bilan ushlaganimda, dazmol bilan ushlaganimda yog' qo'lim qizib to'kilib ketgan. To'kilganda oyog'imga to'kilgan. Shu bilasizmi, oyog'imga qizib turgan yog' to'kilgan. Shunda birdan xo'jayinim, 2 ta farzandim bor edi o'sha paytlar, o'g'il qiz edi. Darrov nimani olib kelib, bonkani olib kelib, bolalarimga tez siyinglar dedi. Shu yarim bonkacha bo'ldi o'sha nimasi, peshobi. Shuni kechki payt edi, kechasi bilan paxtaga nima qilib qo'yib, paxtani boylab qo'ydilarda. Ertalabgacha shu achish bo'lib kelaversa, yana almashtirdi, o'shani nima yana qo'yib, yana qilib, yana qo'yib, yana qilib, shu bilan bilasizmi, ertalabga hatto o'sha kuygan joy, yog'dan kuygan joy pufakcha ham bo'lmaganda, umuman is qolmagan. Masalan, qo'lim qanday bo'lsa, oyog'im ham xuddi shunaqa, hech qanaqa o'sha yog' to'kilib, qizib turgan yog' to'kilganda ham hech narsa qilmagan. Ertalab yana ishga chiqib ketaverganman. Hatto buni hech kim sezmay ham qolganda. Shunaqa keyin bir safar shunaqa bo'lgan, 13 yoshlarimda edi, yuzim xuddi shunaqa pechkaga kuygan. Yana bir eskilarimizni nimasi bor, onalarimiz darrov kartoshka kraxmalini qirib, tyorkadan o'tkazib kartoshka qo'yardi. Shunaqa kartoshka qo'yganmiz va keyin o'sha siydikni kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingiznikimi, farzandingiznikimi, shuni bosib mana yuzimda ham is qolmagan. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, agar kimda bo'lsa shunaqa bir vaziyatlar bo'lib qolganda, mana shu nimalardan foydalaninglar. Bu dori qo'ysangiz ham kimlardir nimalardan foydalanadi, bu xudo ko'rsatmasin, kuyish jarayoni juda ham yomon narsa. Ayniqsa bolalarga chidash qiyin. Shuning uchun ko'proq men o'ylayman, mana shu ayollarimiz nima qilib, e'tiborsizlik qilib farzandlarni kuydirib qo'yishadi. Ayniqsa qish kunlarida yo shu choyni tortib yuborishadi, yo pechka qo'lini ushlab olishadi. Mana shunaqa paytda o'sha siydik o'zinikimi, boshqa oila a'zosi kimniki bo'lsa ham paxtaga qo'yib, paxta bilan boylab qo'yavering. Uni ham umuman achimaydi ham, o'sha siydik nimani kuygan joyida izi ham qolmaydi. Doktorga borishingiz ham shart emas, boshqa hech qanaqa nima qilishingiz shart emas. Mana shunaqa azizlarim, bugun eng men o'ylayman gapirilmagan gaplarim ham bugun aytildi. Men faqat sizlarga yaxshiliklar tilayman. Shu xudo xohlasa yangi yillarni yaxshiliklar bilan kutib olaylik. Nima deydi, Alloh har birimizni yomon darddan asrasin. Ilohim kelayotgan yilimiz barchaga xayrli kelsin azizlarim. Mana shunaqa. Hozir men ham shu bayram nimasi bilan ko'chaga chiqayotgandim. Sizlarga mana shu nimalarimni aytib o'tib ketay dedim. Agar mana shu aytganlarimni xudo xohlasa qilib yursangiz, davleningiz ham chiqmaydi, xudo xohlasa yuzga kirasiz. Ilohim barchaga yaxshi kayfiyat tilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar kanalimga yangi kirganlar bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib kuzatishda davom eting. Bizning kanalimiz faqat efirlarim insonlarga yaxshilik tilab, har bir kasalligingizga, har bir muammolaringizga yechim bo'ladi degan umiddaman. Fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz uchun.